Assalomu alaykum muxlislar. Hozir biz sizlar bilan double touch, ya'ni обводка двойным касанием qilishni o'rganamiz. Buning uchun rivokni bitta bosib, o'yinchi qaysi tarafga qarab turgan bo'lsa, shu joystick bilan buramiz. Mana double touch ham qilyapti. Mana Frenkie de Jong. Buning uchun double touch qilish uchun o'yinchining o'zida double touch skill, ya'ni обводка двойным касанием skill bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, hozir ko'ramiz. Masalan, Rudigerga tashlaymiz. Double qilmoqchi bo'lsak, boshqacha qiladi double touchda. De Jongda bor double touch, обводка двойным касанием. Mana bu yoqni bosib, joystickda o'yinchi qarab turgan tarafga qarab suramiz. Mana o'yinchi mana double touch qiladi, keyin De Jong double touch qilyapti. Bunda marselskaya ruletka ham bor. Marselskaya ruletka ham qiladi. Videom qiziq bo'lgan degan umiddaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.